Jaloliddin tug'ilganidan buyon Mo'g'ullar Xorazmshohlar davlati tomon asta-sekin yaqinlashmoqda edi. Xorazmshohlar esa Mo'g'ullar va turk saljuqiylari o'rtasidagi ulkan devor hisoblanardi. Hatto otasi Muhammad Xorazmshoh shu yo'lda vafot etgandi. 11 yillik hukmdorlik davrida ko'p qismini Mo'g'ullar bilan urushib o'tkazgan bo'lsa-da, xristianlardan tashkil topgan Gurjistonni bosib olishga muvaffaq bo'lgandi. Lekin butun boshli Chingizxon uddalay olmagan ishni turkiylar o'z ishlarida qilgandilar. 1230-yili Arzinjon yaqinlarida bo'lib o'tgan Yassichaman jangida ikki turkiy davlat, Turkiya saljuqiylari va Xorazmshoh turkiylar to'qnashdi. Turkiya saljuqiylar Ayyubiylar davlati bilan birlashib Xorazmshohlar davlatiga qarshi chiqdi. Bu jangda zaiflashgan Jaloliddin askarlari Mo'g'ullar tomonidan mag'lubiyatga uchratilgandi. Buni ortidan Mo'g'ullarga qarshi turgan Jaloliddin vafot etgach, navbat Turkiya saljuqiylariga kelgandi. Jangdan avval Turkiya saljuqiylari sultoni Olovuddin Kaykubodga yozgan maktubida: "Agar men o'lsam 5 yilga qolmay sen va mamlakating yo'q bo'lib ketadi. Shu sababdan kel birlashaylik" degandi. Lekin Olovuddin Kaykubod qo'rqoqlik qilib birlashmagandi. Jaloliddin taxmin qilganidek Olovuddin Kaykubod 5 yil emas, 6 yildan so'ng o'g'li tomonidan zaharlanib o'ldirildi. Mamlakat esa 1243-yili Ko'sadog' jangida Mo'g'ullarga yengilib, Xo'laguxonga tobe mamlakat